Asqar aka, nima uchun yirik kompaniyalar sizlarni tanlashadi? Ozgina ishimizni jamoamizni ozgina tushuntirib beraman qanaqa ishlashini. Bizada faqat chaqirganda emas, mana viza tushganda emas, biz profilaktika ishlarini ham har oy qilib boramiz. O'sha fast foodlarga, supermarketlarga kuchli mutaxassislarimiz biriktirilgan, har oy o'zlaridan bilib profilaktika ishlarini qilib boradi. Kutilmaganda yarim kechasi bo'ladigan turba yoriladimi, nasosning nosozligi yoki filtrlar tiqilishlarini oldini oladi. Bir oyda bir marta profilaktika ishlarini qilgani hisobiga. Xo'p, shu gapimga hozir bitta misol keltirib beraman. Yirik supermarketlardan bittasida 5 yil oldin ishlaganmiz va o'sha tajriba hozirgi kungacha ishlab keladi. Men ularga o'zimning profilaktika xizmatlarimni taklif qilganman, har oyda qilinishi kerak bo'lgan. Ularda shunaqa rasxodlar bo'lgan. Hozir sifralarni ham gapirib o'taman. Oylik santexnikaga oylik rasxodlari 85-90 milliondan aylangan ularda. Har oyga shunaqa rasxod qilishgan. Ko'chadagi quvur sistemasiga va ichkaridagi semisetillarga, kotyol sistema hammalariga shunaqa rasxodlar bo'lgan. Biz shunaqa profilaktika ishlarini taklif qilganimizdan keyin ular ma'qul ko'rgan va 1 yil ishlab ko'rganmiz testli rejimda. Sifra shunaqa tushganki, bir barabarga tushib ketgan. Biz oyiga 25-30 milliongacha summada profilaktika ishlarni qilib berganmiz. Ular ancha pulni ham tejab qo'ygan va vaqtini ham qilgan tejab. Men sizga hozir bittagina misol keltirdim. Bunaqa mamnun mijozlarimizdan bizda juda ham ko'p. Agar siz ham shunaqa mamnun mijozlarimiz orasida bo'lishni xohlasangiz, hoziroq bizga murojaat qiling.